Pirata savdoda arzonga Nexia 2 mashinamiz ko'rishingiz mumkin. 2016-yil 1.6 motorda Super BS konditsioner varianti. Tevapas ledli qo'yilgan, yaxshi labo'yli qo'yib qo'yishibdi. To'rtta yaxshi yangi balonda. Salon qismlarini ham ko'rsataman. Salonlari ham akkuratli bo'lib turibdi. 345 ming kilometr masofani bosib o'tgan. Uzun zavodskoy chexollarda evakordan ko'rilib solingan, magnitofonlar bor, lasetti rollar qo'yilgan, tablolar terilgan. Mashinaga metan gazli uстановка bo'lgan. Kuzovda mashina umuman qirilgan, shilingan joylari yo'q. Mashina yurib turibdi. Texnik holati ham a'lo darajada ekan. Dokumentlari liboy dokument bo'lar ekan. Sizlar xohlagan hujjatni qilib berishadi. Texnik holati yaxshi. Hozirgi kunda rasxodlari yo'q ekan. Olib minishga tayyor holatda 2016-yil 1.6 Lux BS konditsioner varianti 345 ming kilometr masofani bosib o'tgan. Narxini egalar bilan tortishib maza qilib minishing uchun $3950 tushirib qo'ydi. $3950 2016-yil 1.6 motorda Super BS konditsioner Nexia 2 mashinamiz. Egalar nomerlarini qoldiramiz. Bemalol aloqa chiqib qilishingiz mumkin.